Ha, yaşang buna Zübeyra Hanım. Buna Zübeyra Hanım tarihi bölgüç buna tunji buna işgaliyatdaki vatanimizning Xitoyning bu yana besib olgan ziminniki bir xalqniki, Uyg'ur xalqniki, ishg'oliyat xalqniki vakili bo'lib qatnashyapman bu yig'inga deb 30 noyabr Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki Osiyo sonli millatlarniki kishilik huquqini qo'g'dash yig'inida 600 dak vakil qatnashgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarning vakillari kishi huquq faoliyatchilari xalqaro tashkilotlar qatnashgan yig'inda Zubara xonimniki so'zlagan so'zida men ishg'oliyatdagi mustamlikadagi bir vatanniki Uyg'urniki vakili bo'lib so'zlab o'tibman deb so'z qilgani g'ulg'ul paydo qildi bu yig'inda. Xitoy vakil tarafidan talash tortish bo'ldi. Bu yig'inda dunyoda to'rtki millatlar orasida 4/3 qismni egalladigan millatlar ozsonlik millatlar bo'lib, davlatning iligi qulda emas. Ozsonlik millat nomi bilan mushta kishilik huquqi qo'g'dildigan, yilda bir eshildigan yig'in bu qitim 15-chi qitimliq xalqaroliq ozsonlik millatlarniki kishilik huquqini qo'g'dash yig'ini bu. 2 kun eshildigan yig'in. 30 noyabr günü tayyorlik yig'ini eshilgan bo'lib, BDTda Zübeyra Hanım şu Uyg'urlarga vakolatem dunyo tuniki tashqi ishlarga mas'ul xodimi ham Zübeyra Hanım. Mana bu tunji qitim BDT yig'inida Uyg'urlarniki ishg'oliyatdagi mustamlikadagi bir xalq ekanligini o'tirib qo'yib bu yig'inda diqqatni tortgan. Bu yerdagi qolgan vakillarning hammasi o'zini osonlik millat deb bo'yniga qilib turib, o'zininki şu devletki mustamlikachi hukumatni yoki o'zi bir millat bo'lgan hokimiyat ustidan shikoyat qiladigan shu osonlikda o'ziniki hukmron yurgizayotgan mustamlikachi millatga qarta bizni tanqimidi, tanko'midi deb shikoyat qiladigan bu yig'inda Zübeyra Hanım'ki davatqini bizniki bu qolgan dunyodagi 4/3 millat mayli o'zini osonlik deb so'zlashimi ama Zübeyra Hanım men mustamlikadagi bu Uyg'urlarniki mustamlikadagi bir xalqning vakili bo'lib so'zlab o'taman degan. Bu nihoyat qisqa, nihoyat siyosiy diplomatik shakldagi holatdagi bir so'z bo'lib, bu yerda Xitoyning bu zaminni besib olgan ishg'oliyatga tushgan bir xalq ekanligimizni BDTda mana o'tirib qo'ydi. Dünya davlat vakillariniki diqqatini tortdi. Mana bu siyosat, mana bu politiklik yuqori saviyalik diplomat deganlik so'z mana bu shu. Neçe vaqtdan xalqimiz dunyo Uyg'ur qo'ltiniki vakillarini BDTda va xalqaro tashkilotlarda bu ishg'oliyatdagi zimin masalasini demidi deb xalqimiz bir-birlik qarindoshlar norozi bo'lib, hatto bedel puli to'lashdimi voz kechib va dunyoda mustaqillikni demaydi, va mustaqillikni bir qadam olmagan, hatto ishg'oliyatdagi zimin va Xitoyni tajovuz ko'rsatgan bir gapni demay keldi deb buniki videosi yoki yoz materialda ko'plik degilik bir shikoyatlar bor. Mana bu isbot Dünya Uyghur Kultiniki tashqi diplomatiyaga mas'ul xodimi Zübeyra Hanım BDTda hozir mana tunogin tayyorlik yig'ini ochildi. Bugun va erta rasmiy yig'in bu yerda Uyg'urlarniki ishg'oliyatdagi mustamlikadagi bir xalq degan sadoni mana BDT yig'inida anglatdi. Zübeyra Hanımga ko'p rahmat. Dünya Uyghur Kultiniki har qanday xodimi mushtaq tashqi diplomatiyada turist davlatlarniki parlament bilan xalqaro tashkilotlar bilan ko'rishganda Uyg'urlarniki irqiy qiniq uchrayotgan zulmni anglatish bilan birga bizning ishg'oliyatdagi xalq Xitoyniki bu ya'ni besib olgan, ya'ni mustamlikadagi bir xalq ekanlik bu belgimizni deganda bu yerda mustaqillikni iborat irodamiz bu yerda aks etadi degan gap. Zübeyra Hanımga ko'p rahmat.